Tillada tarixiy voqealarni guvohi bo'lganmiz. Tilla juda katta падение bo'ldi tillada. 1 soatlik svechani ahvoli 5600 dan почти 5100 gacha. $50 qiladi. Stakanni qaranglar, pustoy. Stakanning ahvoli. Spread ochilib ketyapti orada. Likvidность juda kam, mamti likvidность paydo bo'ldi. Mana o'sha qarab tortyapti sirasi. Likvid qattiq bo'lsa, o'sha qarab harakat qiladi narx. Agar likvid bo'lmasa, likvid qidirib ketaveradi narx. Bunaqa moment volatilность juda baland bo'ladi. Savdo qilishni maslahat bermaymiz bunaqa momentda. Chunki stakan bo'm-bo'sh. Вообще manipulyatsiya katta. Bitta zaifga ko'rinyapti katta. Orada yo'q zaifkalar. Rынок bugun qulayapti. Likvid juda past, shuning uchun tez qulayapti. Agar объем bo'lmasa, stakanda kutib oladigan qulab ketaveradi bu объемni qidirib. 1000 lotga yaqin, 1000 lot atrofida iceberg olib kirishdi, kuzatamiz. Short ham 1000 lotga yaqin. Ikkalasi ham teng miqdorda kiryapti. Kechagi low fake qilyapti. Tepada yopiladigan bo'lsa kuzatamiz keyingi soatda. Bu yangi kontrakt o'zgargandan keyin ikkinchi kuni qulayapti tilla. Ko'pchilik fiksatsiya qildi. Zelkalarni yopishdi ko'pchilik. Zelka yopilganda bilasizlar, short bilan yopiladi. Ya'ni longda o'tirganlar yopish uchun shortni bosadi. Katta miqdorda short bosiladigan bo'lsa, sweep bilan narx pastga qarab tortib ketaveradi. Spread qaranglar. Spread katta. Lentada zaifkalar 1 lot. Juda volatilность katta. Bunaqa payt trade qilishni maslahat bermaymiz. Robotlar ishlayapti, ko'rasizlar, robotlar juda tez исполнение qilyapti сделкani. Именно volatilность moment. Endi lot kelyapti, ya'ni zaifga sразу uryapti bitlarni. Kuzatamiz, volatilность pasaygandan keyin ishlashni maslahat beramiz.